Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima qilyapsiz? Ustani kutib turdim. Mashinangizni tuzatib turasizmi? Ha. O'zim tuzatib beraman. Ha bo'ldi, ketib ustaxonangiz qayerda? Ustaxonam yo'q menda. Energiya bilan, radiatsiya bilan tuzataman. Qanaqa bo'ladi u? Ko'rsating qati og'riyapti. Nima bo'lyapti o'zi? Xullas aka, motor yog' ichyapti. Bir kunda 10 litr. 10 litr yog' rasm chiqyapti. Motorda yog' oqyapti 10 litr. Oqyapti, ha. Orqasiga o'taylik mashinani. Nima qilyapsiz? Ha? Qani yog' oqqan? Oqmaydi men shunaqa. Bo'ldi. Qani? Qati yog' oqyapti endi. Bo'ldi. 10 yildan beri shu tormozni tuzattirolmayman. 10 yildan beri davo topib kelmadimi? Tormozingiz ishlamayapti. Umuman iloji bo'lmayapti. Yuring mashina orqasiga. Nima bunaqa qilishyapsiz? Qani tormoz ishlamayotgan? Bo'ldi, ishladimi? Ha, mana ishlayapti. Aka rahmat. 10 yildan beri davosini topa olmayotgandim aka. Taraf kelmaysizmi? Radiatsiya chiqadi uchun. Aka rahmat. Nech pul bo'ladi aka? 200 ming. Mana aka, kattakon rahmat. Ammo tekshirib olsam bo'ladimi? Biz radiatsiya bilan tuzatamiz, bemalol. Tuzalgan mashinangiz. Bo'ldi aka.